Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 26-iyun hafta kuniga juma. Juma ayyom hammalarga muborak bo'lsin. O'qib olgan namozlarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Bugun takroriy ekinga Xudo xolasa ishlov jarayoni haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Makkajo'xorini Shokir akamni yonida yurgan yana bitta dehqon akamiz bor, Umidjon akamiz. Umidjon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abrojon keling. Keldik, suyumsiz. Ha, rahmat. Issiqlar bilan miyalar qaynab qolmayaptimi? Yo'q. Hop, aka, bu takroriy ekinga Makka qachon ekilgan? Bu Makkamiz men 21 kunlik hisoblayman. 21 kunlik 5-iyun kuni urug'i ekilgan. Ha. Dekalov 67-77 degan nav. Aha. Bu don variantga ham bo'laveradi, silos variantga ham bo'laveradi. Aha. Makkamiz o birinchi ekinimizga fosfor, dorilar, yaxshi azotlar tushganligi sababli biz bunga ikkinchi ekinga dori solib ekmadik. Xudoning qudrati bilan mana Makkamizning holatini ko'ring. 21 kunlik Tanalarga e'tibor berib qo'yasizlar. E'tibor bering. Endi Makkamizda yer suyib, qandaydir yer suyib qoldi deyman. O'shani hisobiga yaxshi bo'ldi. Oldingi o'sha ekinlarimizga tushgan dorilar ham bunga effekt berdi. Natijasi bo'ladi. Natijasi bo'ldi shuni. Xo'p, endi Makkani urug' suvi qo'ydik. Urug' chiqdi. 4 marta 3 marta chizil yurgizdik. Chizil yurgizdik. Endi bu Makkamiz bitta zahar dori sepiladigan variant qoldi xolos. Zahar sepish kerak ekan mana, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir Xudo xolasa yo'q. Bitta ikkita bor endi yo'q. Mana qurt yeyishni boshlagan. Ha. Endi bitta zahar beradigan payt keldi. Shuni zaharini bersak, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Buni chiziladi. Endi ikkinchi suvini bir marta silitra azot solib sug'orib qo'ydik. 2 kun bo'ldi. Endi mana shu Makkamiz mana Makka baquvvatligidan mana yonidan tutulaveryapti. Mana shu yonidagilar bolalaveryapti Makka. Mana yonidan 2, 3 ta chiqaraveryapti. Bu Makkani tanasi baquvvatligidan dalolat beradi. Bu Makkamizni baquvvatligini sababi bu erta bahorgi birinchi berilgan mineral o'g'itlarning ta'siri ham bor. Uni ta'siri ham bor. Ishlov jarayoni ham chizillandi. Bu ekilgandan keyin o'sha kitobga qarab yetishtirdik. Kitobga qarab. Gap yo'q, charchamang. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mana 21 kunlik takroriy ekinga makkajo'xorimizning holatini ko'ribsizlar. Ideal holatda. Bir marta ham o'sha mineral ozuqasi berilmagan, to'lka ishlov berilgan. Hop, ikkinchisiga hozir qurtiga zahar beriladi. Xudo xolasa buni mana tanalarni ko'rib qo'yinglar. Qurtiga zahar beriladi. Zahar berish haqida ma'lumotlar oldingi videolarimizda bor. Umidjon aka, ikkinchi ishlovga nima qilinadi endi bunga? Ikkinchi ishlovga o'sha bir marta dori beriladi. Dori bermasa bo'lmaydi baribir. Bu hosil olganda dori bermasa bo'lmaydi. Bu Yevropaning urug'lari dorini suyadi bular. O'zimizning Makkalarga o'xshab ko'rgan odam endi aytish mumkin, "Mana Makkaga men dori bermayman" deyish mumkin, lekin dori berish kerak bunga. Bunga dori bermasa hosildorlik yaxshi bo'lmaydi baribir. Sarf qilish kerak, sarf qilmasa bo'lmaydi. Ayamaslik kerak. Hop, ikkinchi ishlovga mineral o'g'it beriladi bir marta, uchinchisiga uspet qilamizmi yo'qmi? Uchinchisiga uspet qila olmay qolamiz. Ikkinchisiga bir marta yaxshilab mineral o'g'it beriladi bunga. Uchinchisiga uspet qilinmaydi. Mana makkajo'xorining holati, rangi qop-qora, tanalar baquvvat. Mana suvni kecha tashalgan, bu suvni kuchini endi oladi. Yana qo'shimcha mineral o'g'it berilgandan keyin o'sha makkaning ichiga bu shu arang zaharga uspet qilasiz, traktor kiradi, keyin uspet qila olmaydi. Bu mendan o'tib ketadi bir haftadan keyin. Xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting. Bu yilga
erta bahorgiga 10 gektar uni video qilib chiqaryapmiz. Takror ekinga 8 gektar silos variantiga mana Bekalov 67-77 navini ekkanmiz. Hop, ma'lumotlar, qanaqa ishlov, yo'nalishlar kerak bo'lsa, oldingi videolarimizda batafsil aytib o'tib ketganmiz. Xudo xolasa, hali pishib, yig'im terimda ham video qilamiz. Bizni kuzatib borishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib qolasizlar.